2025-yilda yangi pensionerlarning 61% to'liq ish stajiga ega bo'lmagan holda pensiyaga chiqqan. Umumiy pensionerlarning tarkibida bunday fuqarolar ulushi 2010-yildagi 3% dan 2025-yilda 39% ga ko'tarilgan. Bu haqda Pensiya jamg'armasi xabar berdi. Ish staji to'liq bo'lmagan holda pensiyaga chiqayotganlar ulushining ortishi pensiya to'lovlarining ham nisbatan past bo'lishiga sabab bo'lyapti. Bugungi kunda pensionerlarning 47% 820 ming so'mdan 1 million so'mgacha pul oladi. Qonunchilikka ko'ra, yoshga doir to'liq pensiya olish uchun erkak 60 yoshga to'lgan va kamida 25 yil, ayol esa 55 yoshga to'lgan va kamida 20 yillik ish stajiga ega bo'lishi kerak. Shuningdek, kamida 7 yil ish staji mavjud bo'lsa, bor stajga mutanosib miqdorda to'liqsiz yoshga doir pensiya beriladi. Agar 7 yillik staj ham bo'lmasa, fuqaroga yoshga doir nafaqa ajratiladi.